Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, oldimizda kelayotgan oy bu Sha'bon oyi kelyapti. Bir necha kunlar qoldi. Muhtaram aziz birodarlar, Sha'bon oyi haqida shariatimizda va fiqhda ulamolarimiz nima so'zlarni aytgan, qaysinisi sahih, o'sha haqida qisqacha ma'lumot qatori aytib o'tamiz. Sha'bon oyida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p roza tutganligi haqida rivoyat keladi. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon oyidan keyin eng ko'p roza tutgan oy bu Sha'bon oyi bo'lgan. Chunki oldida turgan Ramazon oyiga tayyorgarlik. Nafl rozalarni agar qazo bo'lsa, qazolarni tutib, Ramazon oyiga tayyorgarlik qilamiz. Bu narsa, ya'ni ko'p roza tutishlik Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sabit. Va Sha'bon oyini oxirida, ya'ni Ramazonga bir kun qolgan vaqtda, bir kun, 2 kun qolgan vaqtda ataylab o'sha kunga taqab nafl roza tutishlik bu makruh bo'lib hisoblanadi. Chunki u kunlarni yawmush shak deb qo'yadi. Ya'ni bugun Ramazon oyi boshlandimi yoki boshlanmadimi degan shubhani ustida turgan vaqtda inson nafl roza tutsa, bu bo'lmaydi. Ammo Sha'bon oyining oxirgi kuniga nafl rozangiz to'g'ri kelib qolsa, masalan, har payshanba, dushanba roza tutardingiz. O'sha payshanba, dushanba kunlari Sha'bon oyi tugab, Ramazonning boshlanishiga to'g'ri kelsa, unda tutsa bo'laveradi.